Salom, mening ismim Mardonbek. Bugun men sizga Team Fortress 2 ning 3D dunyosida o'z animatsion filmingizni yaratishni ko'rsataman. Biz Source Filmmaker (SFM) deb nomlangan vositadan foydalanamiz. Qani, boshladik. SFM ni birinchi marta ishga tushirganingizda sozlash oynasini ko'rasiz. Bu yerda yangi sessiya yaratish, oxirgisini ochish yoki diskdan sessiya fayllarini topish mumkin. SFM da yaratilgan har bir film mana shu sessiya fayllari ichida saqlanadi. Ushbu darslik uchun keling yangi sessiya yaratamiz. Create tugmasini bosing. Sizda 3 ta oyna paydo bo'ladi. Animatsiya tahrirchisi, asosiy ko'rinish va vaqt shkalasi. Markazda No Map Loaded degan yozuvni ko'rasiz. Bu hammasi to'g'ri degani. Biror narsa qilish uchun SFM ga o'yin xaritasi yuklangan bo'lishi kerak. Oynani o'ng tugma bilan bosib va Load Map xaritani yuklashni tanlang. Bu yerda kompyuteringizdagi barcha xaritalar ro'yxati chiqadi. Yuqorida modlar bo'yicha filtrlar, pastda esa qidiruv maydoni bor. Menga CP Mountain Lab kerak. Shuning uchun Mount deb yozaman va uni tanlayman. Xarita yuklanguncha interfeysning ba'zi qismlari bilan tanishib olamiz. Pastda o'yin taymeri bor. U o'yindagi joriy vaqtni ko'rsatadi. Yonida xotira sarfi bo'limi bor. Hozir taxminan 1300 megabayt ishlatilmoqda. Va kadrlar chastotasi ham ko'rinib turadi. Xarita yuklandi. Boshladik. Avval kamera yaratishimiz kerak, chunki hozir kadrda kamera yo'q. Pastki o'ng burchakda No Camera tugmasini va yonidagi o'qni ko'rasiz. Unga bosib Change Scene Camera, New Camera ni tanlaymiz. Endi tugmada Camera 1 yozildi. Sichqonchani surib atrofni ko'rish mumkin. Sichqonchani bosib turib, W bilan oldinga, S bilan orqaga yurasiz. A bilan chapga, D bilan o'ngga harakatlanish mumkin. Z yuqoriga ko'taradi, X pastga tushiradi. R esa kamerani aylantiradi. Sichqoncha g'ildiragi yaqinlashtiradi yoki uzoqlashtiradi. Bularni birga ishlatib, xaritada erkin uchib yurishingiz mumkin. Kamera boshqaruvini mukammal o'rganish yaxshi film yaratishning kalitidir. Kontrol harakatni sekinlashtiradi, Shift esa tezlashtiradi. Alt bilan chap tugma biror obyekt atrofida aylanish, orbit uchun ishlatiladi. Alt bilan o'rta tugma surish, o'ng tugma esa yaqinlashtirish vazifasini bajaradi. Bu go'yo haykaltaroshning aylanma stoli yoki shtativdagi kamera kabi ishlaydi. Biz kino yaratish bilan o'yin boshqaruvini birlashtirishga harakat qildik. Keyingi darsda mana shu yuk mashinasi atrofida Scout bilan ishlaymiz. Hozir esa kadrni buzmasdan ishlash uchun Work kamerani o'rgataman. Asosiy kadrni saqlab qolgan holda boshqa burchakdan qarash uchun shu kerak. Kontrolni bosib, kamera tugmasini bossangiz, u Work kameraga aylanadi. Endi yuk mashinasini boshqa tomondan ko'rib, yana asosiy kadrga qaytishingiz mumkin. Oddiy bosish kameralar o'rtasida almashadi. Kontrol bilan bosish esa nusxalaydi. Endi vaqt shkalasi bilan tanishamiz. Vaqtni o'zgartirish uchun playheadni surish yoki plyonkani siljitish mumkin. Bo'shliq tugmasi videoni qo'yib to'xtatadi.
G'ildirak vaqt shkalasini playhead atrofida yaqinlashtiradi. Kontrol bilan bo'shliq kadrni bir marta qo'yib, playheadni joyiga qaytaradi. Yo'nalish o'qlari kadrning boshiga va oxiriga teskar o'tkazadi. Bular ko'rinish va vaqtni boshqaruvning asosiy usullari edi. O'zingiz mashq qiling. Keyingi darsda kadrga narsalar qo'yishni ko'ramiz. Va Ctrl+S bilan ishni saqlashni unutmang.